Monza media monitoriga pрошивкani установка qilishni ko'rsatib o'taman. Men sizga ushbu ssilkani tashlab beraman. Kompyuter yordamida buni ochasiz va USB flashka kerak bo'ladi. USB flashkani kompyuterga qo'yib olamiz. Sizlarga yuborgan ssilka bo'yicha kirasizlar. Bu yerda skrinshot yozib chiqadi. Buni ustiga bosamiz. Undan keyin mana ham bitta ekran chiqdi. Bu yerda ham все равно skrinshotni bosamiz. Xo'p, qaysi joyga skrinshot qilish ko'rsatimiz kerak bo'ladi. Hozir tanlangandan keyin saqlanay tugmasini bosamiz. Xo'p, faylimiz skrinshot qilib bo'lingandan keyin shu papkaga kiramiz. Xo'p, ko'rishimiz mumkin. U yerda shu ko'rinishda bo'ladi. Zip fayl. Buni shu ko'rinishdagi oddiy papkaga keltirishimiz uchun o'ng tomonni bosamiz mishkani. Keyin buni bossak, xuddi shu ko'rinishdagi papka paydo bo'ladi bu yerda. Ya'ni arxivdan oddiy fayl ko'rinishiga olib kelamiz. Xo'p, buni ochamiz. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak. Shu faylni flashkaga to'g'ridan-to'g'ri kopировать qilib o'tkazsak bo'ldi. Qolgan ishlar mashinada davom ettiriladi. Birinchi win kodni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Yulduzcha reshotka 3/1 reshotka yulduzcha qilib o'zib bosamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mashinasiga kiramiz. Kirdik. Bu yerda bizga win kod kerak bo'ladi. Mashinani, chunki har bitta mashinani pрошивка qilish uchun alohida dostуп beriladi zavod tomonidan. Shunga shu joyini menga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Hop, undan keyin win kodni yubordinglar. Flashkaga shu tashlab berilgan faylni o'tkazib olganingizdan keyin ulaymiz. Flashka tig'iladigan joyiga uladik. Ulaganimizda mana shunaqa menyu chiqib keladi. Shunda sizlar tepadan birinchisini bosasizlar va sariq rangini bosib olasizlar. Mana pрошивка jarayoni boshlandi. Bu vaqtda mashina zavod bo'lib turgan bo'lishi kerak, chunki media monitor o'chib qolishi kerak emas. Pрошивка flashkadan yozib olindi. Endi bunga kiramiz. Wi-Fi orqali точка доступ yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Точка доступ ulab oldik. Oxirgi betga o'tamiz. Bu yerda updatesga kirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana win kod bizda уже qo'shilgan hozir. Доступ berilganmi ish qilish uchun. Download bosib загрузка qilish boshlanadi. Загрузка qilayotganda mashina zavod bo'lib turgan bo'lishi kerak. Keyin internet yaxshiroq joyda qilsanglar tezroq bo'ladi. Загрузка taxminan yarim soat 40 minut vaqt ketadi. Hop, pрошивка tugatildi, obnovlение qilib bo'lindi. Endi mana displeyga o'tamiz. Ishga kirib turib, russkini tanlab qo'ysak, bo'ldi. To'liq rus tiliga o'tadi. Qo'shimcha programmalar kerak bo'lsa, App Store kirib turib, uстановка qilsanglar bo'ladi.